Assalamu alaykum. Uyg'uriston Cumhuriyetçiler Partisi, Uyg'uriston Cumhuriyetidagi barliq partiya a'zolari, vatandoshlarım, yaxshimisizlar? Men sabdishinglar Ablajon Leylinaman, Amerikadan so'zlayapman. Bugun 8-oyning 15-kuni yakshanba. Aziz vatandoshlarım, tunugunki ilib berilgan bizning O'rta Osiyodagi partiya a'zolarimiz ve partimizning nizomnomasi, ideologiyasini qo'llaydigan aktif vatandaşlarımızın ortak toplaşışı bilen vatanimizge en yakın joyga berip, şu yerda partimizning qurilganligi ve partiya a'zolarimizning o'zaro uchrashish, o'zaro tanishish, o'zaro birlashish, o'zaro hamkorlash haqidagi ko'z qarashlarini o'tirib qo'yib, O'rta Osiyodagi vatanparvar shoirlarimiz, vatanparvar siyosiyonlarimiz ve partimizning rahbarlari, a'zolari o'rtak to'plashgan holda bir niyat, bir maqsad, bir ideologiya, bir nizomnomining ostida nihoyatda yaxshi, sharafli bir yig'ilishni o'tkazib, salomat qaytib keldi. Hammangizlarga Allohning rahmatlari bo'lsin. Aziz vatandoshlarım, bizning Uyg'urlar ichida ve tashqi dunyoda bo'lsin, vatan ichida bo'lsin, yurtvozlik, o'zaro chetga qiqish, kishilarni uning kimligi bilan emas, uning mol-mulki bilan, uning topgan iqtisodi bilan yoki qandaqdir erishgan mansibi bilan hurmatlaydigan ba'zi bir xil xato axloqlar, xato ko'z qarashlar mavjud. Biz hech qachon taranchilar, qashqarliklar, oqsuvliklar, turpanliklar ve yoki xo'tanliklar emas, biz Uyg'uriston Cumhuriyetining ve Uyg'uriston davlatining fuqarolari Uyg'urlar biz. Biz dinsizlar, imansızlar, dini varlar, dini yoklar, yolu bağlar, yolu yoklar, pulu varlar, pulu yoklar, öğü bağlar, maşinsi bağlar, öğü yoklar, maşinsi yoklar emas. Biz baxtsizlikka uçragan ve özümüz bir millet süptide kurash inqiloblarda hiç yengilmey, üstel üstüde yengilip kalgan bichare vatani yoklar biz. Biz vatanimizden ayrılıp kalganlığımız için, onu tuprağımızdan ayrılıp kalganlığımız için, xuddi üyü yok'ning jini yok degandek, biz özümüzün kimligi, milli gururumuz ve kurash, inqilab jasoratimizni yo'qotib qo'yyapmiz. Biz ömlüşip, ittifaqlashib, birlashib kurash qildikanmiz, biz yengolmaydigan düşman hiç mavjud emas. Biz haqning orqasi turg'uchilar, to'g'rining orqasi turg'uchilar, o'zimizga almisaqdan taalluq bo'lgan ona tuprog'imiz, vatanimizning mustaqilligini, ya'ni qonunliq haq-huquqlarimizni va haq talablarimizni qo'g'dayotgan bir millat biz. Biz qandaqdir, biz Uyg'urlar hargizmi ana yuqorida biz o'tirib qo'ygandek, undaq ushshaq qabilalarga bo'linib ketgan bir Uyg'ur degan bir millatning yo'qligini itiraf qiladigan bir haq emas biz. Uyg'ur degan necha ming yillik tarixga ega bir ism. O millatimizning sharafli nomi. Qandaqdir o 33-yili Ruslar tarafidan qurilgan bir ism emas. Agar mushu 33-yili Ruslar Uyg'ur degan ismni bizga qo'yib bergan degichlar o'zining dadasidan va bovisidan so'ramaganmidi? Ular 33-yilning oldida o'zlarini deb atatdi. Men Qashqarlik demdi, men taranchi demdi, men xo'tanlik demdi yoki men Uyg'ur demdi. Undaq bo'lsa, ularga o ismni kim qo'yib bergan? Tarixda Oğuz Hakan, butkul dunyo turklarining Hakani, qahramoni, eng yuksak lideri atalgan Oğuz Hakan necha ming yilning oldida men Uyg'urlarning Hakani deb dunyoga jakalagan. Undaq bo'lsa, u kishi bu Uyg'ur degan ismni nereden topgan? Demek bizning partiyamizning birdan bir maqsadi düşmanimizning eng ashaddiy holda yo'qotmoqchi bo'lgan millatimizning g'ururini qo'g'dash va xalqimizning millatparvarligini yuqori ko'tarish. Shu orqali millatimizni o'rnidan dasturib, dushmaniga qarshi qon to'kib jon berishdan voz kechmaydigan bundaq bir sharaflik kurashga taqatmoqchimiz, chaqirmoqchimiz. Biz Uyg'urlar qandaqdir uyi bor, mashinasi bor, puli bor, yuzi bor, o'rni bor deb arlamaymiz. Aksincha bir tatib elishga,
bir qo'lga keltirishga, asliga keltirishga tegishli bir vatani va uning uchun kurash qiladigan bir millat deb qaraymiz. Şuna bizning qalbimizda, bizning nazarimizda bir odamning qanchalik pul topganligi, qanchalik yuz topganligi, qanchalik cho'ng uylarda o'tganligi, qancha katta mashinalarni haydaganligi bilan faxrlanmaymiz. Aksincha uning vatan millat uchun qanchalik xizmat qilganligi, qanchalik bedel to'laganligi va to'layotganligi bilan qadrlaymiz. Qandaqto vatan millatning manfaati uchun va uning ozodligi, hurligi uchun kecha-kunduz kurash qilib turmuşini alayda qamdayolmagan kishilar jon boqolmaydigan, xotinni boqolmaydigan, bir oilasining huddidan chiqolmaydigan tuvan qatlamdagi eng bechoralarga aylanib qoladi. Çünkü bizning vatanimizda bir asrga yaqin urush bo'lib, hokimiyat tegishib, hokimiyat olmish bo'lmag'achqa millatimizning qahramonlarini tabriklash, ularning oila tabobatlariga gul taqdim qilish va ularni qahramon deb qabristonlarga qatirib, ularga hurmat bildirish fursatimiz bo'lmaganligi uchunla millatimizning ichidagi xoinlar yuz tepib, haqiqiy vatanparvar millatchilar xotin boqolmaydigan, uy boqolmaydigan, iqtidorsiz bichorlar holatiga tushib, kishilar tarafidan chetga qilib qilyapti. Düşmanning asli maqsadi bu. Onun uchun biz vatan millatini so'yadigan har qanday bir insonni bütün eng cho'ng Uyg'urlarning hurmatini uningga berishga odatlanmagimiz lozim. Qo'mda ishta yo'q etim majambu degandek vatansiz bir Uyg'urning azroq chet elga chiqib egallagan iqtisodlari va uning topgan bir qism boyliqlari bilan yuz tepishi u qat'iy mumkin emas. U xuddi suvning ustidagi ko'pikdek laylab turadigan, bir necha qaz yo'qib ketadigan mablag'dan boshqa hech narsa emas. Chunki uning jiltizi, uning ona vatani yo'q. Hele o chet ellerde yaşayıp tuttuk. Hatta ayğı çıkıp, Mars'a çıkıp yaşasak mı? Biz yanılı vatansizkenmiz, bu acizliğimiz, bu biçarlığımız bizge her kandak yerge erişip vardı. Bizni hakiki bay kılıdığan, bizni hakiki hürmetki ilgi kılıdığan, bizni hakiki insandaki yaşladığan, beşimizni tek götürüp, hatırcam yaşladığan birden bir neyse, bizden onu tüpürgümüz, jiltizimiz, üvetinimiz bulmak lazım. Uningsiz meyli kim bo'lmayli biz bari bir bichora, bari bir qul. Uning uchun biz qon to'kishdan, jon berishdan, inqilob va kurash qilishdan boshlatmasligimiz kerak. Şu münasebet bilan barliq partiya a'zolarimiz va vatandoshlarımızga Allohning go'zal salomlari olsun. Allah bundan keyingi ishlarimizda yar ve yordamchimiz olsun. Yaşasın Uyg'uriston Cumhuriyetçiler Partisi, yaşasın Uyg'uriston Cumhuriyeti, yaşasın büyük Uyg'ur millatının ittifaqligi, ömligi. Ko'pchilikka rahmat.